Xullas, bugun juda ham ko'p ishlar bo'lib ketdi va endi ozroq yotib dam olmoqchiman. Hozir endi uxlasam ham bo'laveradi, juda nima ishda shunday yotib. Yordam! Voy. Jek, eshitding bu ovozni? Qanaqa ovoz edi bu? Jek! Bildim. Mana shu tarafdan keldi. Ha, unda. Yur. Taxshi tuzur ovoz eshitdilar lekin. Balonni eshitdi. Mana shu uydan eshitdim. Uyingga kiryot. Yo. Bu ikkinchi qotillik. Tepada nima bor tepada? Ketdi u. Mana shu gumondor. Hozirgina mana shu uyga kirib ketdi. Bitta. Mana. Qo'ylanati. Tira uningdan. Chiqmaysan, chiqish yo'q. Yo'roqqa chiqish yo'q. Qo'shningni sen o'ldirganing bilamiz. Endi nima? Qoch ketdi. Pidoros. Qoch ketdi. Mana. To'xta nomard. To'xta deyman. To'xta, o qochgan. Gaplarga ketyapman. Nima deysizlar menga? Qo'shningni Gapir. o'ldirganingni bilaman. Buni diktofonga yozamiz. Bilasizlarmi? Meni qo'limdan unaqa ishlar kelmaydi. Nega unda qochib ketdi? O'sha uchun o'ylab gapiravering. Normal qochma. Mening vaqtim kam. Qochma. O'lib qolasan, qoch. Urma, to'xta. To'xta, uni diktofonga nastavlar sapchiga olasak, sapchiga olamiz. Gapir. Vaqtinga keyin. Buni psixolog topshirish kerak. Keyinroq eshitamiz. Yur. 5 Qani? Chiqib ko'rayliksa. Bo'ldi. O'zim. Sapchiga yozmoqchi edim-da, mayli. O'qching qaramang deydi. Unga psixolog kerak, unga o'q kerak emas, sapchi yoza olish kerak edi. Endi qanday qilib kim o'ldirganini bilamiz. O'ldirdim. Ketdik. O'sha turga yana bir ikkitalardan so'roq qilaylik. Sapchi yoza olamiz. Xo'p, bizga ikkita kerak emas, bittasini olma. Yoza olasan. Oy. O'zimdan eshitdi, ha. Nima deysan? Bittasi kerak. Yuring. Bo'ladi. Qayerga? Yuring. Shunda o'qoz eshitildi. Yuringiz. Yuring. Qo'rqitma, Qayerga yuray? Boshlanadi. Voy, Nima nima edi bu? Kechasi o'qoz eshitdi, lekin ovozlar ham eshitildi, turli shunga uyg'onib ketgandik. Man Kelishingizlarni bunaqa hech ham bo'lmadi. sevgilishini avval bunaqa. Diktofonga yozib olyapman. Sen bunaqa piching qilaman men. Yo'q, so'ramoqchi edim, biror narsani bilmaysizmi? Sizning orqangizdan qotil yo'llanmaganmi? Bilmadim. Balki yo'llangandir. Men dushmanlarim ko'pgina. O'ligida ham bosasanmi? Bechara o'zi o'lyapti, nima qilasizlar o'zi? Men uni olib chiqib deyman, bo'lsa chiqinglar. Diktofonga buni ham yozib olamiz. Doim kuzatildi. Ana kunam, tonam otdi o'zi. Ikkitalar bo'ldi demoqchiman, uxla olmadik shu yo'lmani deb. Bo'ldi, qo'zg'ollar zo'r ekan. Ana quduqqa bormaymizmi? Suv olishga. Xaritada. Ne urasa? Ko'rdingmi? Sabzi bor edi o'zi. Diktofon, bu men diktofonni bitta bo'ladi, ikkita kerak emas. Yo'q, zo'rlikmi? Qani? Kim bir chora? Sen, men. Kim bir borare? Qani kiralish. O, ya. Otto, mana o'shitlar qara, mana voy. Mana osilib qolganmi? Ani qarorgoh va aniq kelardi qarorgohi. Nima stoplaysiz? Nima stoplaysiz? Men ko'ray. Bizning qishlog'imizda Hech kim ko'rmaydi, men ko'rmasam.
Men ko'raman, qo'y. So'ra. Bizni qishloq bu. Ha, bilaman. Manaqa ana pushti daraxtlar ekilgan, ana sizlar hosilingiz. Bu meniki. Tur, mana ko'ray. Ammo nima kerak bu kellarga unaqa? Qo'lda bu. Qon, ha. Qon ichak yaxshi. Vampir. Vampir emas, hayotda bo'lmaydi. Buni endi ochishimiz kerakmi? Nima bo'ladi? Kirgizyo'ni. Mana bu zo'rash, zo'r sindirib beradi. Bunda keyin chiqaraman buni. Sindir bo'lmaydi, juda. Qiz bola bunaqa ishlarga. O'qil, urma, bus. Kuchugim aytib beraman. Bo'ldi, kechirasiz. Ketdi. Xullas, bu qarorgoh kimnikiligini va kelar nima uchun uni qurganligini topib olamiz. Xo'sh. Nafas yetishmayapti, cho'kib ketyapti. Musli. Asıl kitapçıda. Battamsındır her işini. İkiler mi? Oh, Robert, yordam bir var. Bu mana. Ma'ni sababli ish qil. Xullas. Killer topamiz. Stop. Nima stop? Mana killer. Voy. Mana killer. To'xtama. Voy, o'rmon tomonga qochib ketdi. Bular qasda bormang. Nima? Kimligini bilishimiz kerak. Otsang bo'lardi-ku, galvas, quroling bor ekanmi? Yaralandim. Ay. Yurib uyga Sapchaga yozib olamiz shu gaplarni. Ketdik, maslahatlashamiz. Sniper bor. Qochdik. Hozir u bizdan ko'lga tushib ketdim. To'xtangizsa. Nima? Jek. Birinchi bilaman. Nomer ading. Endi Nomer 2. bu yoki Bu edi. mana shu bo'ladi. Qaysi? Mana shu. Qadam bildi. Taxmin qilma. Sen siramanmaganda. Do'stim sani. Robert shu yerdan o'q ovozi eshitildi. Ha, biz killerni ko'rdik, O'rmon tarafga qochib ketdi, o'sha qo'zqorin. Bormaymizmi? Qo'zqorin orqasida. Uning qurollari kuchli. Sniper bot. Bizda ham bor zo'ri. Yo'q. Kerak. Dirkilamiz. Ketdi. Men shu bilan olishaveraman. Nimaligini bilmasam ham ketdi. Va shu qo'zqorin orqasidan o'tib ketdi, Jek qamiz. Jek, uxlama. Jek, uxlayapsan. Sen tirtir. Jon, ketdik. Jek, yur. Ha, shu yerga ko'mganman-da boyga o'liklarni. Ha, men to'xtab qoling, Jek. Bo'ldi, tezroq chiqinglar. Yaxshi bo'pti. Shu yerning bazasi ham bo'lishi mumkin. Qilib qolyapman. Qidirish kerak. To'xtab qolding, senga gaz berib olish kerak. Olg'a. Bo'ldi, qaytdik. Qaytganman. Qayt. Men oxirgacha borib. Mayli. Yetarli. Mana shu allaqachon chiqsa olimdan. Boshqa yerga yoshiringan. Qo'zqo'rni ko'tarib ketdi. To'xtab turinglar. Aytgan joyda qo'ziqorlarni sotib biznes ham qilsa bo'ladi. Oshpazga bersang, sho'rva qiladi, bizga esa elmurod beradi. Bo'lmasa hamma uyga kirsin. Jek, bo'pti. Menga nimadir bo'lsa menga Yaxshidan qilarsizlar. Raqamim Jek bor. qani? Jek, Ketdik. men qishloqda ifloslantiryapsan. Menga kerak. Ikkalaring yaxshi bironta xavfsizroq joyga turib turinglar. Men qo'rqlab chiqaman bo'lmasa. Mayli. Gaplashmoqchi edim. Bu telefon nima o'sha? Meni bir qani editlab ko'raylik. Xo'p, hozirda o'zi 68 ta obunachim bor. Ungacha maqsadim 80 ta, undan keyin ham 90 ta, 100 ta bo'lib ketaveradi maqsad. Albatta, bunaqa videolar ham ko'p chiqadi. Obuna va laykka qarab.